Odatda biz nimadir ishni boshlamoqchi bo'lganimizda bizga iroda yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Agar iroda topganingizdan keyin ham o'sha ishni davomiy olib ketish uchun bizga yetishmaydigan narsa bu intizom. Assalomu alaykum. Meni ismim Xurshid, 1% bilim kanalining asoschisiman va undan tashqari tadbirkorlik va boshqa sohalarda ham faoliyat yuritaman. Bugun sizlar bilan biz intizom haqida gaplashamiz. Intizom nima, u qanaqa qilib bizni ruhlantirishi mumkin yoki qanaqa qilib tizim quramiz va eng muhimi intizomni qurish uchun 3 ta eng yaxshi tavsiyalar bilan tanishamiz. Intizom so'zini lug'atdan qidirganimda o'zbek tili izohli lug'atida bu so'z bizga arabchadan kirib kelganligi, tizim yoki bo'lmasa tartibli tizim degan ma'nolarni anglatishini ko'rdim va bu umumiy hisobda biror shaxs yoki jamoani umum qilgan bir jamoaviy qoidalarga amal qilishini bildirar ekan. Undan so'ng men World Book'dagi, ya'ni discipline degan so'zni, ya'ni intizomni tarjimasini qaradim. Qaraganimda meni bitta narsa hayratlantirdi. Ya'ni uni asosiy ma'nosi training especially of someone's mind, ya'ni miyani mashq qildirish yoki bir nimalarga tayyorlash, ya'ni o'rgatish degan ma'noni topdim. Eng qizig'i o'zbekchadagi, ya'ni tartib ma'nosi u kitobda 5-ma'noda kelyapti. Shundan so'ng Google ga yuzlandim. Google da ham o'zbek tilidagi kabi tarjimani topdim. Intizom turlicha bo'lishi mumkin. Misol uchun ishdagi intizom, harbiy intizom, shaxsiy intizom. Bugun biz sizlar bilan shaxsiy intizom haqida gaplashamiz va shaxsiy intizomdagi menga William James, ya'ni bu Amerika psixologlarining otasi sifatida ko'riladigan odamni ya'ni ta'rifi eng ko'p yoqqani bo'ldi. U aytayaptiki, intizom bu bugungi kunda kelajakdagi erkinliklaring uchun nimanidir qurbon qilish, ya'ni o'zingning harakatlaringda. Lekin intizom o'zi keng ma'noda olib qarasangiz, ikki tarafda ham kesadigan qilich hisoblanadi. Agar uni siz shaxsiy intizom haqida oladigan bo'lsangiz, bu sizning rivojlanishingiz uchun yordam beradi. Lekin uni tizim tartibida qilsangiz, u sizga yordam berishi ham mumkin. Misol uchun qaysidir ishxonada tartib o'rnatish uchun intizom kerakdir. Lekin armiyalarda intizom Hitler misolida yomon oqibatlarga ham olib kelishini ko'rganmiz. Nuremberg trials deyiladi, ya'ni Nurembergdagi odamlarda, ya'ni Hitlerda ofitserlarini sud qilish jarayonida ularga nima uchun bunaqangi xunrezliklarni qilgansan deganda ular shundaycha javob olishgan, ya'ni men shunchaki buyruqlarni bajarganman. Agar intizom buyruqlarni so'zsiz bajarish kerakdigan bo'lsa, buyruqlarni, ya'ni qanaqa ekanligi ham juda ham muhim. Ya'ni rahbar ishxonada bu degani juda ham katta ahamiyatli shaxs degani. Keling, bugun biz harbiy intizom yoki ishdagi intizom haqida emas, shaxsiy intizom haqida chuqurroq o'rganamiz. Manfaatli kontentni super manfaatli qilish uchun bu videoga iltimos subscribe, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib, like tugmasini bosib qo'ying. Bu bizga juda ham katta yordam beradi. Intizomni qurish deganda har qanaqa narsani qurishdan oldin quriladigan joyni tozalab olish kerak bo'ladi. Kelinglar, biz sizlar bilan intizomni qurishdan oldin o'sha joyni tozalab olamiz. Buning uchun men sizlarga bir necha narsalarni aytib beraman. Birinchisi bu marshmallow eksperimenti. 1960-yillarda Amerikada o'tkazilgan bu tajribada yosh bolalarga yumshoq qand, ya'ni marshmallowlar taklif qilinadi. Ular marshmallowni, ya'ni yumshoq qandni hozir olib bitta yeyishlari mumkin yoki bo'lmasa 15 daqiqa kutib, 15 daqiqadan keyin ikkita marshmallow olishlari mumkin bo'ladi. Bu uzoq muddatga mo'ljallangan tajribada shu narsalar ma'lum bo'ldiki, ya'ni disiplina, intizomi bor 15 minutdan keyin ikkita marshmallow olgan bolalar keyinchalik ham hayotda, biznesda, oilaviy jabhalarda, umuman turli jabhalarda muvaffaqiyatga erishganliklarini kuzatishgan. Bu juda ham mashhur eksperiment. Buni Gladwell ham o'zida keltiradi, Huberman ham keltiradi. Ya'ni bizni qanchalik yosh bolalarni intizomli qilib tarbiyalashimiz yoki hozirdan intizomni qurishimiz bizni kelajagimiz uchun juda ham muhim. Hammamiz chumoli va ninachi hikoyasini juda ham yaxshi bilamiz. Ya'ni chumoli yoz bo'yi mehnat qiladi, ninachi bo'lsa ashula aytib uchib o'ynab yuradi. Va oxirida u chumoliga aytadiki, ya'ni o'sha ishlab yurgan paytida, "Ey, sen bilan mazza qilib menga o'xshab dam olib o'ynasang bo'lmaydimi?" deb aytadi. Bunda chumoli aytadiki, "Yo'q, men o'zim qishga tayyorgarligimni ko'ryapman" deydi. Oxiri qish keladi. Grasshopper, ya'ni ninachi uni uyiga boradi. Borganda chumoli uni uyiga kirgizmaydi, ovqatini bermaydi va oxiri grasshopper, ya'ni ninachi halok bo'ladi. Ninachi va chumoli hikoyasi haqida sizlar bilan gaplashdikmi? Endi hasharotlar bilan davom etishimiz kerak.
Asalarilar biologik qaram jonzotlar hisoblanadi. Chunki agar uni iniga kimdir hujum qiladigan bo'lsa yoki u qanaqadir xavf sezadigan bo'lsa, o'zining guruhiga nisbatan u o'sha odamni yoki hayvonni chaqadi va natijada nishi o'tda qolishini hisobiga u o'ladi. Asalari biologik jihatdan qaramligi u o'zini o'lishini bilmaydi, lekin biz inson o'laroq o'zimiz qaramliklardan ozod bo'la olamiz. Ya'ni intizomni qurish bu kimgadir agar intizomli odam buncha buni hayoti qiyin deb ko'rinadigan bo'lsa, aslida intizomni qurish bu ozodlikka chiqishdir. Bu hikoyani ta'riflash uchun biz Nitsheni bitta ajoyib konsepsiyasi haqida gapirishimiz kerak. Ya'ni uni aytishi bo'yicha o'zi umuman komfort, ya'ni qulaylik va rohatni birinchi o'ringa qo'yuvchi shaxslarda bu narsa dangasalikka zamin yaratadi. Dangasalik sizda hosil bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu yerda savdo boshlanadi. Ya'ni nima? Bu sizni hozirgi vaqtingizni kelajak uchun almashish. Ya'ni hozir nima qilyapti turgan bo'lsangiz, mevasini kelajakda o'rasiz. Demak, bizda ikkita yo'l bor. Hozir qattiqroq mehnat qilib o'zimiz intizomda tuzamiz va buni mehnatini, ya'ni mevasini kelajakda o'zimiz ko'ramiz. Yoki bo'lmasa, hozir ham o'sha intizomi yo'q do'stlarimizga qo'shilib, ular bilan bemalol taralla bedod ertalabgacha xohlaganimizni qilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'zimizni o'sha komfort zonamizga kirib olib, bilmadim, balki PlayStation o'ynab vaqt o'tkazib yoki boshqa bekorchi narsalarga vaqt sarflashimiz mumkin. Kelajakda ham aynan shuni mevasini olamiz, agar meva bersa. Endi sizlar bilan intizomni qurish uchun 3 ta muhim tavsiya bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi tavsiya bu start small, ya'ni kichkina narsalardan boshlang. Odatda intizomni qurish uchun biz kichkina narsalardan boshlashimiz kerak bo'ladi. Hozir misol uchun, hozir shu videoni ko'rib o'tirganingizda, kompyuteringizda o'tirgan bo'lsangiz, stolingizni ustini tartibga keltirish aynan mana shu narsani boshlanishi. Yoki uyqudan uyg'ondingiz, birinchi qiladigan ishingiz bu o'zingizni o'rningizni tartibga keltirish kerak bo'ladi. Harbiylarda eslang, armiyani eslang, kuchli intizom qurish uchun albatta birinchi bo'lib hamma o'zini o'rnini tartibga keltirish kerak. Odatda bizning miyamiz qiyin ishlarga doimo rad javobini beradi. Shuning uchun o'zingiz men sport bilan shug'ullanaman ertaga 2 soat degan narsani miyadan chiqarib tashlang. Ertaga men 10 minutgina shug'ullanaman deb o'zingizga ayting va shu 10 minutni sekin 15 minut, 20 minut qilib uzaytirishda davom eting. Shu orqali intizom quramiz. Hafta oxirigacha shu kitobni o'qib tugataman deyishingiz alohida bitta narsa, bu ham balki intizom qurishga yordam berar. Bundan ko'ra siz tizim yaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men har kuni eng kamida 10 daqiqa kitob o'qiyman. Shu kabi narsalar, ya'ni har bitta narsani kichkina qilib, keyinchalik uni rivojlantirish orqali biz juda ham kuchli intizomga ega bo'lamiz. Ikkinchi tavsiya, tanlovlarni kamaytiring. Mark Zuckerberg faqat bir xil rangli futbolkada yurishini sababi uni kambag'alligidan yoki ziqnaligidan emas. Adashmasam internetda aylanyap turgan ma'lumotlarga qaraganda u futbolkalarning narxi $250 dan $350 gacha. Lekin nima sababdan u bitta futbolkada yurishi yoki bo'lmasa Steve Jobs turtleneck, ya'ni bo'yinli jenferda yurishini asosiy sabablaridan biri, biz odatda ertalabda kiyim tanlash uchun juda ham ko'p tanlov energiyasini, ya'ni kognitiv energiya sarflaymiz. Ular aynan mana shu narsani keyinchalik muhimroq bo'lgan vazifalarga yoki bo'lmasa ishlarga sarflashlari uchun o'zlari, ya'ni bir xilda kiyinishga qaror qilishgan. Siz ham ertangi kundan oldin ertaga nima kiyishingizni kunning oxirida tanlab qo'yishingiz mumkin va bu narsa orqali siz anchagina ishoning aqliy energiya tejagan bo'lasiz. Uchinchi, menga eng yoqqan usullardan bittasi bu, agar siz shu intizom tartibni buzadigan bo'lsangiz, o'zingizni moliyaviy yoki bo'lmasa qanaqadir qilib jazolashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik, men feminizm g'oyalari bilan unchalik chiqishmasam, demak men ya'ni feminizm yoki unga aloqador qanaqadir xayriya fondlariga qanchadir pul o'tkazishim meni bu intizomni saqlashimga yordam beradi. Qancha ko'p bussam bu o'zimning tartibimni shuncha ko'p o'zimga yoqmagan xayriyalarga yoki boshqa narsalarga pul sarflagan bo'laman. Yoki kim uchundir bu ijtimoiy tarmoqlardan o'zini o'zi, ya'ni ban qilishdir. Agar men shu tartibga amal qilmasam, men umuman ijtimoiy tarmoqlarga 3 kun davomida kirmayman. Bu ham bitta jazoni turi. Endi sizlarga qo'shimcha bonus tariqasida nima intizomni qilish uchun katta bizga xalaqit beradi. Mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Lekin undan avval videoni like bosib do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz, o'zingiz bor Telegram kanallarda ulashib qo'yadigan bo'lsangiz, bizni qilyap turgan ishimizga juda ham katta yordam bergan bo'lardingiz. Demak, bonuslar. Intizomni birinchi kushandasi bu perfeksionizm. Ya'ni siz bitta narsani aynan
nima desam bo'ladi, mukammal darajada nuqta vergullarini joy-joyiga qo'yib qilaman desangiz, o'z-o'zidan katta ehtimol bilan bu narsani qilishni yoki orqaga paysalga solasiz yoki butunlay qilmay qo'ya qolasiz. Misol uchun siz o'zingizni vlogingizni boshlamoqchisiz, ya'ni video olib internetga joylamoqchisiz. Aynan shu narsa uchun sizda menda professional kamera bo'lishi kerak deyishingiz mumkindir. Yoki bo'lmasa bugun kun qanaqadir yomg'irli bo'ldi yoki quyoshli bo'ldi va hokazo. Intizomni ikkinchi kushandasi bu umumiylik. Ya'ni biz maqsad qo'yib turganda o'zimizga men endi sport bilan shug'ullanaman yoki qanaqadir bir motivatsion gapdan ta'sirlanib, hozir ish qilmasam, ertadan keyin men nimadir bo'laman ekan yoki mazzam qochishni boshlar ekan, to'g'ri dieta qilmasam. Shu kabi umumiy narsalar bizni intizom yaratishimizga to'sqinlik qiladi. Xo'p, agar siz sport bilan shug'ullanmoqchimisiz, o'zingizga nimani qilaman, qachon qilaman, qanday qilaman degan narsalarni aniq belgilab oling. Misol uchun 10 minutdan haftasiga 5 marta 2 oy muntazam yuguraman. Mana shu narsa aniqlik, ya'ni bizga yordam beradi. Umumiy gap, men sportchi bo'lishim kerak yoki bo'lmasa ko'proq yugurishim kerak degan narsalar bizga intizomni qurishimizga yordam bermaydi. Keyingi intizomning eng katta kushandasi bu sizni atrof muhitingiz va atrofdagi odamlar. Agar sizni nimagadir erishishingiz yo'lida kimdir qo'llab-quvvatlamayaptimi, aynan o'sha odamlar bilan kamroq vaqt sarflashni maslahat beraman. Chunki intizomda siz nimanidir qurmoqchimisiz, atrofingizda mana shu narsani qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bo'lishi juda muhim. Va oxirgi Supermanga yoqaydigani bu Mel Robbinsning teskari sanash taktikasi. Odatda bizning miyamiz birorta narsani qilishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, unga bahonalar topish bo'yicha butun dunyoning chempioni. Shu sababdan Mel Robbins 5 dan 1 gacha, ya'ni teskari sanashni va 1 ga yetib kelganingizda agar siz qanaqangi bahona topa olmasangiz, shu ishni qilishni, ya'ni tavsiya qiladi. 5, 4, 3, 2, 1. Odatda miyamiz teskari sanaganda u qo'shimcha narsalar haqida o'ylamaydi, chunki biz odatda teskari sanamaymiz. Hammamizda qanaqadir qaramliklar bor. Kimdir sigaretga qaram, kimdir PlayStationga, kimdir ijtimoiy tarmoqlarda videoni scroll qilishga qaram, kimdir pornografiyaga va hokazo. Aynan mana shu narsalardan qutulishimiz va undan keyin intizomni qurishimiz bizga kerak bo'ladi. O'zi aslida mana shu narsalardan qutulishning o'zi katta intizom. Demak, intizomni qurish uchun 3 ta amaliy maslahat bu: har doim kichkina narsalardan boshlash, tanlovni kamaytirish va o'zingiz yomon ko'rgan qanaqadir ish bilan o'zingiz jazolashingizdir. Intizom haqida sizga aytadiganlarimiz shulardan iborat. Iltimos do'stlaringiz bilan videoni ulashib qo'ying va kanal rivojiga hissa qo'shing. Sizlar bilan Xurshid Maroziyov bo'ldi. 1% bilim kanali Telegramda, Instagramda va boshqa platformalarda qidirishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha.